Assalomu alaykum asxobchilar. Ko'rib turgan katalizatorimiz Kia Sorento mashinamizga tegishli akalar. Xo'sh, Kialarning hammasi, Hyundai Kialarning hammasi xuddi mana shunaqa yonadi. Tepasini ko'rasizlar, tepasi ham yonib ketgan, o'rtasi ham yonib, o'rtasidan bo'linib, ikkiga bo'linib, gulchlik o'tib ketgan chasti uni. Xullas kalom akalar, buni dastidan mashina bo'g'ilgan, rasol ko'paygan, chek yongan. Mana shunday holatlar bo'ladigan bo'lsa, liboy mashina bo'lishidan qat'iy Mersmi, o'zimizning Chevroletlarmi akalar. Tabloda chek yonib yoki ABS datchiklar bir-birlar yonib ashpkalar beradigan bo'lsa, olinmaslik aloqaga chiqilib, akalar bu ashpkani hammasi mana shu katalizator dastidan boshlanadi. Liboyini o'chirib, to'g'rilab, kompyuterni diagnostika qilib, motor ходовой diagnostika qilib, nima kamchiliklar bo'lsa to'g'rilab beramiz. Olinmaslik aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Ko'rib turgan katalizatorlaringiz oka, gelik, melik hammasi bor akalar, ko'ryapsizlar. Jiguligacha katalizatorlar bor akalar. Mana bular xomashyo bo'ladi yoki yangi katalizatorlar ko'rib turganlaringizda terilib turgan katalizatorlar liboy mashinaga tushib ketaveradi. Universalka deyiladi akalar. Cheklarni o'chirib, mashinani rasxodni kamaytirib, zakonni qilib beradi. Atmet ko'rib